Manba videoni bitta ko'ring, yurak-yuragingizgacha yetib boradi. Oyimni zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak ekan. Shuning uchun uyni sotishga majburman. Uyni sotsang birinchi qo'shningga ayt degan gap bor. Bo'ldi qo'shni. O'zimiz olamiz. Voy, uyi biz tashlab ikki qavatli quramiz a? Ha, xudo xohlasa. Abdullajon qancha so'rayapsan? Bugun maklerlar kelib baholab ketishdi. 80 mingga ketadi deyishdi. Lekin hozir operatsiyaga o'tishimiz juda ham zarur. Qo'shni, 30 ming bo'lsa hozir sanayman, dada. O'zimiz olamiz. Qani boy? Puling bormi? 30 ming olib chiqchi. Hozir yur onasi. Mana qo'shni, xohlasangiz sanab oling. Lekin ertaga albatta natashni bo'lishimiz kerak. Abdulla, pulni ol. Oling. Topganingni berarsan. Dada? Bermasang ham mayli. Dada? Vaqt ketkazma. Tur o'g'lim. Tur. Bor onangni davolash. Dada bo'lma deganingiz? O'chir ovozingni. Tur Abdulla. Rahmon, babo kerak. O'zi qarz so'ramagan odam qolmagandi. Dada bekor qildingiz shu ishni. Biz unga qarz beradigan qarindoshimizmi? Yo akasimanmi, yo ukasimanmi? Shartta uyni sotib olish kerak edi, bo'ldi. Qo'shnilaringiz sizga mehribon bo'lib ketasiz-da, dada. O'chir ovozingni. Boyvachcha, onang olamdan o'tganda birinchi bo'lib bel bog'lab yonimda turgan yigit shu edi. Xotiningni dardi tutganda sen safarda eding. Bolang kasal bo'lganda kasalxonaga mana shu qo'shni olib bordi. Ha kelin, sizga bu kichkinalik qilib qoldimi? Kammi? Sig'mayaptimi? Birovning kulfatida manfaat topmoqchimisan? Jon qo'shning o'lim bilan olishib yotdi. Biror marta bir kosa ovqat olib chiqdilaringmi? Hol so'rab chiqdingmi? Eskilar bekorga aytmagan. Qo'shning yaxshi bo'lsa, uni menga sot deyishgan. Nima? Otni o'limi, itni bayramimi? Men senga shunaqa tarbiya berganman. Ahmoq!